Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana Zilola opa, bugun nima dedingiz? Bugun? Ha? Javob. Ha. Mehmonxonaga ketasiz. Ha, ketasiz dedi. Bugun javob beryaptilar. Yana 2-3 ta analiz mehmonxonadan qatnashib turgan holda topshirasiz. Fermentlar hammasi joyiga tushgandan keyin o'z vataniga qaytasiz. Shoshilish, umuman shoshilish. Umuman shoshilganim. Qachon doktor bo'ldi, ketavering desa ketaman. Zo'r. Yashagan bir yana yashayveraman. To'ppa-to'g'ri. Bugun qolib hintirini mingistimni. Yo, nimalarni o'rgandingiz? Hind tilida nimalar o'rgandingiz? Qanday gaplashib, qaysi tilda? Yangi til chiqmaydimi mabodo? Yo. Yo, ingliz tilli, o'shani ayting. Endi aralash-ku bizda. Thank you deyman. Ha, thank you. Ha, rahmat deyman. Ha, thank you. Yana? Ha, keyin ertalab kelgan vaqtiga good morning deyman. Ha, good morning this. Salom. Ha. Okay deydi, okay deyman. Juda zo'r. Juda og'ir holatda kelgandingiz, transplantatsiya cho'zildi. Menimcha 4-chi yoki 5-chi donor to'g'ri keldi. Ketma-ket ancha qiynaldingiz, lekin Xudoga shukr, mana hammasi o'rtada qoldi. Endi soppoq sog'siz. Yaxshiman, Xudoga shukr. Men o'zbek. Men ana hind emasman, sup olib supini deychidim. Men ichyaman. Endi shuning uchun ham cho'zilib ketdi-da, men kelyapti. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hozir opa bilan gaplashib, asosiy odam bular ham, ha? Dadasiga rahmat aytib, Bahodir aytmamiz bu bolaga ham. Ha, alohida rahmat. Sizga ham. Shunday. Bular ham sizni jigar bermoqchi edilar-ku? Ha, jigar kichkina keldi-da. Jigar kichkina keldi. Kichkina keldi-da. Bular o'zi uchun muammo yo'q, yetarli. Endi jigar olib, endi 65% dan 70% olinadi. U olgandan keyin bularda yetarli qolmayotganda, o'shaning uchun kichkinalik qildi. Ertaga ularga muammo bo'lmasligi uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana qahramonlar hammasi keldi.